Bir marta gapirdi kelmadi, 2 marta gapirdi kelmadi, 3 marta gapirdi kelmadi, 4-inchisidan o'sha uyaladi. O'sha kelin degan narsa uyaladi. Ha, demak qaynam, qaynotam, qaynonam shu narsani aytyapti, demak shuni qilishim kerak ekan degan narsa bo'ladi. Shuning uchun nima bo'lganda ham qiz bolani, ayol kishini ilmlisini yoki ibodatlisini, itoatlisini olish kerak. Misol uchun magistraturada o'qiydi ekan, manaqa joyda o'qiydi ekan, medinada o'qiydi ekan, yuridikada o'qiydi ekan, ular kerak emas, ular o'zi uchun. Ibodatini qilar ekan, joyida ekan, 5 vaqt namozini o'qiydi ekan, Alloh taolodan so'raydi ekan. Mashalloh. Men shunaqa qizlardan bo'lsin. O'zim niyatim ham shu, misol uchun o'rta hol bo'lsin. O'zimdan ko'p ham kam ham bo'lmasin. Hech bo'lmasa mendaqa bo'lsin, mayli erkak kishidan ayol bir pog'ona past bo'lishi kerak. Qolgan narsasini o'zim o'rgatib olaman. O'zim ham shunaqa niyat qilaman. Misol uchun ibodati, itoati joyida. Asosiysi shu, hayosi, ibosi joyida. Qolgan narsasini ota-onam o'zi o'rgatadi, meni o'zim o'rgataman, o'zi kelib o'rganadi. Asosiysi shu.